8% ipotekalarimizni yana $100,000 mijozimizga chiqarib berdik o'rtoqlar. Eslatib o'taman, bizda 1 yildan 10 yilgacha Toshkent shahar, Toshkent viloyat, ya'ni Zangiotadan Kelesgacha bo'lgan joylargacha $10,000 dan $850,000gacha pul beriladi. Biznes qiladigan akalar, opalar uchun juda ham yaxshi ma'lumot, chunki godovoy protsent 8% butun yer sharida yo'q, и тем более bizda 10 yilgacha. Qolgan joylarda 5 yilga, 7 yilga berilayotgan bo'lsa, UzAvtoInsta o'z mijozlarini o'ylagan holda 10 yilgacha beriladi. Opajon, pullaringiz xayrli bo'lsin, yaxshi kunlaringizga ishlating. Ishlaringizni bir haftada hal qilib berdik, to'g'rimi? Bir haftada qilib beramiz dedik, bir haftada ishingizni hal qilib berdik. Ko'pchilik so'rashadi-da, haqiqatdan ham 8% mi yoki aldab chaqirishadimi deb. Endi nima deya olasiz? Oylik to'lovlarimiz haqiqatdan 8% dan chiqdimi yoki 1 sent, 2 sent qo'shilib ketdimi? Oylik to'lovlari haqiqatan ham 8% dan chiqdi. Hech qanaqa foizlar qo'shilmadi. Hamma narsasi rost. Hamma narsasi rost, hamma narsa qonuniy bo'ldi. Bo'ldi, buyursin, yaxshi kunlaringizga ishlating. Bilasizlar, bizda досрочное погашение degan narsalar bor. Ya'ni 10 yilda olib, 1 yilda yopsanglar 1 yillik foiz bilan, 2 oyda yopsanglar 2 oylik foiz bilan. Hozir qarindoshinglardan pul olsanglar ham, например, $100,000 berib turgan 8,000 qo'shib beraman desanglar, hech kim bermasa kerak hozirgi kunda, lekin biza beramiz. Eslatib o'taman, bizaga hech qanaqa oylik kafil kerak emas. Shunda uyinglar bilan, pasportingiz bilan kelsanglar bo'ldi. Uyinglarni yoki neжилой kompleksinglarni zalogga qo'yib, aytgan pulinglarni bir haftada chiqarib beramiz. Bizda maqsadli va maqsadsiz kredit. Так что tezroq shoshilinglar va tezroq kelinglar.